Jiyan, yangi uylar muborak bo'lsa endi. Men o'zi hozir bildim-ku. O'g'lim boryapti, ha. Kimsan? Assalomu alaykum aka, keldim. Kim? Salom alaykum. Aka, mehmon olib keldim. Nima uchun aynan bizning uyga? Voy, mayli qo'yavering, mehmon-ku. Bu to'rt kunlik dunyoga hammamiz mehmon. Bolalar, kelinglar. Nima bu ahvol? Hozir uchastkani chaqiraman. Ketamiz hozir. Uylar naskisi ham yo'q mana. Nima darachki? Aka, meniki bu. Xotin yur, oshxonaga o'tiramiz o'zimiz. Oshxonada ham 4 kishi bor. Ota. Sakkiz qog'ozni olib chiq. Nimaga? Gaznisa ketamiz. Qo'l yuzimni chiqay. Assalomu alaykum. 2 kishilik xona bering. Ha? Nech puldan? 300 mingsin. Yurdir, pul qizilmi o'zi? Bering aka. Xohlasangiz 5 kishilik xonamiz bor. 600 mingsin. Juda shinam va toza joy ekan. Muhimi tinch. Azaning nomer necha edi? Uy yonib ketdi. Yuragim.